Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men shu birinchi qitimliq shu algebraning kelib chiqishi degan videoni chiqarishda Miromar Salmonxon to'g'riliq azroq bir qisqacha tafsilotdan bir tushuntirib qo'ysam. Salmonxon hozir men qarasak Salmonxon 76-yil tug'ilib ekan. Ondan ota-onasi Bangladesh degan Bengaldan ko'chman bo'lib kelibdi ekan. Anda Salmonxon shu Boston tug'ilib, ondan Mavo Grace King o'rta maktabda o'qib, keyincha MIT Massachusetts Institute of Technology'da bu Massachusetts Institute of Technology degani Massachusetts Texnologiya instituti deb tarjima qilsam o'yindaroq bo'ldi endi. Anda shu yerda bakalavrilikda matematika, elektr injenerligi va kompyuter ilmida o'qibdi. Ondan magistrlikda elektr injenerligi va kompyuter ilmida o'qibdi. Ondan 4-yilda sinfining prezidenti bo'lgan dedi. Endi yana Master of Business Administration from Harvard Business School. Korxona boshqarishda o'qibdi Harvardda, Harvard Savdo institutida. Ondan asta o'tsak, Mavo endi ismi Salmonxon xon degan shu Hindiston, Pokistonda ish qilib xeli ko'p uchraydigan familiya. Masalan, Shahrulxon, Salmonxon deb Hindistonning bir dangliq nimasi bor. Kino artisi ko'rgan bilsizlar balki. Ondan Amirxon deganlar ish qilib, shu xon degan xeli ish qilib ko'p uchraydigan bir familiya. Ondan qarasak yana shu Louisianada tug'ilibdi. Bostonda o'tdi. Amerikalik teacher MIT 1.75 ota-onasi Nazida Xonimlik. Hozir turibdi Kaliforniyaga. Bu odam shu nurg'un fizik, ximiya, asosliq matematika to'g'riliq shu nurg'un amaliyot iqtisod to'g'riliq qildi. Ba'zida shu Khan Academy'ning to'rbetiga kirsanglar iqtisodga aloqador videolarni topa olasizlar. Bu odamning qildig'ini shu Khan Academy'ga kirsak 2006-yili Khan Academy non-profit organization degani bu foydalanmaydigan ma'rif organi 2006-yil shu Salmonxon tomonidan qurilib, masalan 2006-yil bo'lsa hozir 9 yil bo'ldi. 9 yildan hozir bu odam shu nurg'un videolarni chiqarib, to'rbetga chiqarib, hech qanday pul olmaydi. Balkim boshqalar ishlagan bo'lsa, balkim oyda mancha pul deb o'quvchilardan pul olish mumkin. Bu odamning maqsadi hech qanday endi non-profit organization foydalanmaydigan boshqalarga endi yordam yetkazadigan maqsad shuki. Yordam yetkazish. Endi buni qarasak Khan Academy to'g'riliq meyada mana o'rni turishliq joyi Kaliforniya. Ondan mulozimati ma'rif, to'rda o'rganish. Tili ingliz tili 20 xil tilga tarjima qilingan deydi. Ba'zi videolar 65 xil tilga tarjima qilinibdi. Ikisi Salmonxon. Revenue expense bu pullar ekan. Mana to'radir Khan Academy ticket.org. Bular history. Mana recognition degan Bill Gates spoke about Khan Academy at Bill Gates Bill Gates pek yordam qildi ham bularga. Men qancha pul yordam qilishini uqmayman. Endi 2010-yil Google's project 10ning 100-darajasi provided 2 million pul yordam qildi Google. Shu bular menda foydalanmaydigan organ bo'lg'ich jiq. Menda endi Bill Gates, Google degandek shirkatlar bo'lsa, endi kishilar shularga iyani qildi, menda yordam qildi. Shu to'rbetga kirsanglarmi? To'rbetga kirsa Mayad start learning now o'rganishga boshlash teachers o'qituvchilar mayadan boshlanglar, ota-onalar mayadan boshlanglar dedi. Start learning now degan bo'lsa mayada bo'lsa
Ma donate iyani qilish. Mana bu yerda iyani qilish to'g'ri so'zga o'xshaydi. Andan Xan Akademi to'g'riliq mushunchalik so'zlasam, buni Tor betiga kirsanglar, shu nurg'un videolar va ko'rsanglar bo'ldi o'zinglar. Salman Xonning mau aqliya so'zlari degan yozsam, yana bir chiqdi bek yaxshiga. This is the information revolution. It's crazy that every other field is getting revolutionized except education. Bu bir uchur inqilobi dedi. Qiziq yeri shuki, boshqa hamma sohada inqilob yuz berdi, lekin ma'rif sohasida emas, ma'rif sohasi yuz bermadi dedi. Bu demakchi o'g'inimda ishqilib bu odamning qilgani bir xil inqilob xarakterli kishdami u. Hamma odam masalan Moyada TED Talk bor. 2011-yili men TED.com degan kirsanglar bo'ldi. Yalnız bu Xan Akademining o'zininkida balki ma bu 20 minutlik. O'shunda so'zlaganda deganda shu qanchalik inqilob xarakterli ish qilganligini. Masalan, buni qilganlari shu videolarni ba'zi maktablarda shu o'qitish dars o'tmamiş videolarni qo'yib berib o'quvchilarga sinab qilibdi. Ondan buning unumi ishqilib bek yaxshi bo'libdi. Ondan shu videolarni ko'rib bo'lgandan keyin o'quvchilar shu misollarni ishlab ma videoni ko'rganlar bilan ko'rmaganlarni solishtirganda ko'rinarli farq bor ekan ishqilib. Ashuni bir ma'noni ko'rsanglar tushunsizlar buning uyg'urcha tarjimasi bormi yo'qmi uqmayman. Balkim keyinchi tarjima qilaman ostiga bunda xat yozib. Anda yana bir spakka buni bek yoqtirib qoldim men so'zni. Whoever you are, wherever you are, you only have to know one thing. You can learn anything. Bu degani kim bo'lishingizga qat'iy nerede bo'lishingizga qat'iy bir ish esingizda bo'lsinki, hammani o'rgana olasiz dedi. Bu degani hamda buning ishqilib menda o'zligidan o'rganishni menda umid qilgandek so'z bo'pti u hamda. Menda nerede bo'lishni qat'iy masalan nurg'un kishilar menda chet elga chiqib o'rganadi, yo bo'lmasa maktabga boradi. Masalan kim bo'lishini qat'iy degani yosh bo'lamsiz, qari bo'lamsiz, er kishi bo'lamsiz, ayol kishi bo'lamsiz, nima bo'lsa ish qilib shu o'zimiz o'g'inaman deydi ekansiz, o'g'ina olasiz deganda endi menda tarjima qilsak. Endi men nur to'rdimi Salman Xon to'g'riliq bir xabar bor ekan. Amerikadagi eng hurmatli so'zlar matematika o'qituvchisi Salman Xon. Mana bu Amerika Boston tug'ilgan. Ya Boston tug'ilgan debdi. Bo'pti. Miyada. Miyada Louisiana tug'ilgan bo'pti. Chatoq. 13 yoshda otasi qazo qilgan. Buni xapti. Otasi Bengalda Amerikaga ketishgan, onasi uni tarbiyalab cho'ng qilgan. Salman Xon kichikdan boshlab aqlli tirishib ham shuni o'qisanglar xil yaxshi ekan. Miyada menga ta'sir qilgan yeri $1 milliard mablag'ni rad qilish faqat haqsiz bo'lish uchun dedi. Mana bu Forbes jurnalining muqovasiga chiqqan vaqtga The 1 trillion opportunity. Buning oxir ko'rinishi menda qo'ydayman. Ash bir odam yoki bir shirkat buning menda maslahat beribdi ekan. Agar mushu 1 milliard 1 milliard debdi va 1 milliard emasmi bu? Bo'pti. 1 trillionga shu 1 trillion munda mablag' solsam, masalan shu Xan Akademiyani haqsiz qilmay, balki menda ayda unda kishilar o'quvchilardan pul oladigan $10 bo'lamdi, $15 bo'lamdi. Bunda qilsak, shu shirkat o'zining pulda bo'ladigan ishanda qilchi. Ammo lekin bu uni rad qilgan Salman Xon. Buning maqsadi hamma odamga bunda bekorlik, bunda fursat yaratib berish. Bu ro'yda o'rgatishinglar kerak. Ish qilib bek yaxshi. Mana TED Talkda so'zlagan vaqtga 2 milliondan ko'p xonakani ko'plagan ishchida g'alaba qilib $2 million mukofot qarishgan dedi. Da bo'lsa mushunchalik so'zlay. Buni tafsilotini shu o'zinglar mush turbatlarga chiqib, mushu Uyg'urcha nurud o'qib chiqsanglar, mushni o'qisanglar, unda ash Baydudimi izlasanglar chiqadi, xudoy bo'lsa.
Рас мау Салман ханның исем to'g'riliq azroq so'zlasam, mau xan degan shu jiqlarni ko'rdim, Pokiston, Hindiston, Bengaldan kelganlarning. Shu xan degan shu Janubiy Osiyodagi xili ko'p ishlatilgan familiyalarning birisiga. Unda bu xan degani adat xan deganning hammasi bunda musulmon oiladan kelib chiqqanlar. Familiya desem dadiston ismi ekan deb qolgan, dadiston ismi Fahrul Amin xanka. Xan degan bizda menimcha bizdala mush Uyg'urlarla familiya yo'qmi xuddi hamma ish qilib jiq davlatdan kelganlarni ko'rdim, ammo ko'pinchisining familiyasi bor, oilasining ismi bizda bo'lgangu deymi buru. Hozir masalan anda dangliq bo'lsin Sayfiddin Azizi, andan Ahmadjon Qosimi deganlarning ayollari, qizlari ashlarning familiyasini qo'llanib kelmoqda, ammo ko'pincha kishilarda unda oila ismi yo'q. Mana masalan Xanzularda bor, Amerikaliklarda bor, Angliyaliklarda bor, butun hammadan boshqa qilib bizda yo'q ekan. Mana balkim keyinchi bo'lib qolar. Undan shunchalik so'zlasam ism to'g'riliq. Anda bu Han deganda masalan Han degan ko'p ishlatildi dedim. Au kino sohasida Hindistonda masalan Shahrul Xon, Amir Xon, andan Salman Xon shuning at qo'shnisi mu xili dangliq Salman Xon. Balkim bilsanglar mumkin. Bu mana buning kinolar bu sal timini chatlab ketdim. Ishqilib Xon degani bunda ishqilib xili ko'p ishlatilgan familiyaning birisi ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Assalomu alaykum hammalar. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men shu birinchi qitimliq shu algebraning kelib chiqishi degan videoni chiqarishda Miromar Salman Xon to'g'riliq azroq bir qisqacha tafsilotdan bir tushuntirib qo'ysam. Salman Xon hozir men qarasak Salman Xon 76-yil tug'ilib ekan. Ondan ota-onasi Bangladesh degan Bengaldan ko'chman bo'lib kelibdi ekan. Anda Salman Xon shu Boston tug'ilib, ondan Mavo Grace King o'rta maktabda o'qib, keyincha MIT Massachusetts Institute of Technology'da bu Massachusetts Institute of Technology degani Massachusetts Texnologiya instituti deb tarjima qilsam o'yindaroq bo'ldi endi. Anda shu yerda bakalavrilikda matematika, elektr injenerligi va kompyuter ilmida o'qibdi. Ondan magistrlikda elektr injenerligi va kompyuter ilmida o'qibdi. Ondan 4-yilda sinfining prezidenti bo'lgan dedi. Anda yana Master of Business Administration from Harvard Business School. Korxona boshqarishda o'qibdi Harvardda, Harvard Savdo institutida. Ondan asli tushsak Mavo indeç ismi Salman Xon degan shu Hindiston, Pokistonda ish qilib xili ko'p uchraydigan familiya. Masalan, Shahrul Xon, Salman Xon deb Hindistonning bir dangliq nimasi bor. Kino artisi ko'rgan bilsizlar balki. Ondan Amir Xon deganlar ish qilib, shu Xon degan xili ish qilib ko'p uchraydigan bir familiya. Ondan qarasak yana shu Luzianada tug'ilibdi. Bostonda o'tdi. Amerikalik teacher MIT 1.75 ota-onasi o'zida hozir turib Kaliforniyaga. Bu odam shu nurg'un fizik, ximiya, asosliq matematika to'g'riliq shu nurg'un amaliyot iqtisod to'g'riliq qildi. Ba'zida shu Khan Academy'ning to'rbetiga kirsanglar iqtisodga aloqador videolarni topa olasizlar. Bu odamning qildig'ini shu Khan Academy'ga kirsak 2006-yili Khan Academy non-profit organization degani bu foydalanmaydigan ma'rif organi 2006-yil shu Salman Xon tomonidan qurilib, masalan 2006-yil bo'lsa hozir 9 yil bo'ldi. 9 yildan hozir bu odam shu nurg'un videolarni chiqarib, to'rbetga chiqarib, hech qanday pul olmaydi. Balkim boshqalar ishlagan bo'lsa, balkim oyda manchi pul deb o'quvchilardan pul olish mumkin. Bu odamning maqsadi
ешқада айында non-profit organization пайдаланмайдыған башқаларға айында ярдәм еткіздіған мақсат шуке ярдәм еткізіш. Анда бұны қарасақ Khan Academy to'g'riliq meyadi mana o'rni turishliq joyi Kaliforniya. Andan mulozimati ma'rif, to'rda o'rganish. Tili ingliz tili 20 xil tilga tarjima qilingan deydi. Ba'zi videolar 65 xil tilga tarjima qilinibdi. Ikisi Salman Khan. Revenue expense ma bu ash pullarga. Mana to'radir Khan Academy ticket.org. Bula history. Mana recognition degan Bill Gates spoke about Khan Academy at Bill Gates mush Bill Gates pek yordam qildi deyman bularga. Qancha pul yordam qilishini uqmayman. Anda 2010 yil Google's project 10ning 100 ders provided 2 million pul yordam qildi Google. Şıqlı bular manda paydamaydigan organ bo'lgan jiq. Manda ayni Bill Gates, Google degandek shirkatlar bo'lsa, ayni kishilar shularga iyani qildi, manda yordam qildi. Shu to'rbetga kirsanglarmi? To'rbetga kirsa, mayad start learning now o'rganishga boshlash, teachers, o'qituvchilar mayadan boshlanglar, ota-onalar mayadan boshlanglar dedi. Start learning now degan bo'lsa, mayada bo'lsa, donate iyani qilish. Mana bu yerda iyani qilish to'g'ri so'zga o'xshaydi. Andan Khan Academy to'g'riliq mushunchalik so'zlasam, buni to'rbetga kirsanglar, shu nurg'un videolar va ko'rsanglar bo'ldi o'zinglar. Unda Salman Khanning mau aqliya so'zlari degan yozsam, yana bir chiqdi bek yaxshiki. This is the information revolution. It's crazy that every other field is getting revolutionized except education. Bu bir uchur inqilobi dedi. Qiziq yeri shuki, boshqa hamma sohada inqilob yuz berdi, lekin ma'rif sohasida emas, ma'rif sohasi yuz bermadi dedi. Bu demakchi o'g'inimda ishqilib bu odamning qilgani bir xil inqilob xarakterli kishdami u hamma odam masalan moyada TED Talk bor. 2011 yili TED.com degan kirsanglar bo'ldi. Yalnız bu Khan Academy'nin o'zinikida balki ama bu 20 minutlik. Shuningda so'zlaganda deganda shu qanchalik inqilob xarakterli ish qilganligini. Masalan, buning qilganlari shu videolarni ba'zi maktablarda shu o'qituvchi dars o'tmamiş videolarni qo'yib berib o'quvchilarga sinab qilibdi. Ondan buning unumi ishqilib bek yaxshi bo'libdi. Ondan shu videolarni ko'rib bo'lgandan keyin o'quvchilar shu misollarni ishlab ma videoni ko'rganlar bilan ko'rmaganlarni solishtirganda ko'rinarli farq bor ekan ishqilib. Ashuni bir ma'noni ko'rsanglar tushunsizlar buning uyg'urcha tarjimasi bormi yo'qmi uqmayman. Balkim keyinchi tarjima qilaman ostiga bunda xat yozib. Anda yana bir spaka buni bek yoqtirib qoldim mana so'zni. Whoever you are, wherever you are, you only have to know one thing. You can learn anything. Bu degani kim bo'lishingizga qat'iy niyati bo'lishingizga qat'iy bir ish esingizda bo'lsinki, hammani o'rgana olasiz dedi. Bu degani hamda buning ishqilib menda o'zligidan o'rganishni menda umid qilgandek so'z bo'pti u hamda. Menda niyati bo'lishni qat'iy masalan nurg'un kishilar menda chet elga chiqib o'rganadi, yo bo'lmasa maktabga boradi. Masalan kim bo'lishini qat'iy degani yosh bo'lamsiz, qari bo'lamsiz, er kishi bo'lamsiz, ayol kishi bo'lamsiz, nima bo'lsa ishqilib shu o'zimiz o'g'inaman deydi ekansiz, o'g'ina olasiz deganda endi bunda tarjima qilsak. Endi men nur to'rdimi Salman Khan to'g'riliq bir xabar bor ekan. Amerikadagi eng hurmatli so'zi var matematika o'qituvchisi Salman Khan. Mana bu Amerika Boston tug'ilgan. Boston tug'ilgan debdi. Bo'pti. Men Louisiana tug'ilgan bo'pti. Chatoq.
13 yaşta atası qaza qilgan. Buni uqmabdi. Atası Bengalda Amerikaga ketishgan, anasi uni tarbiyalab cho'ng qilgan. Salman Xon kichikdan boshlab aqlliq tirishib, ham shuni o'qisanglar xili yaxshi ekan. Meyada menga ta'sir qilgan yeri 1 milliard dollar mablag'ni rad qilish faqat haqsiz bo'lish uchun dedi. Mana bu Forbes jurnalining muqovasiga chiqqan vaqtga The 1 trillion opportunity. Buning oxir ko'rinishi manda qo'ydayman. Ash bir odam yoki bir shirkat buningga manda maslahat beribdi ekan. Agar mushu 1 milliard 1 milliard debdi-ba. 1 milliard emasmi bu? Bo'pti. 1 trillionga. Shu 1 trillion munda mablag' solsam, masalan mushu Khan Academy'ni haqsiz qilmay, balki manda ayda unda kishilar o'quvchilardan pul oldigan 10 dollar bo'lamdi, 15 dollar bo'lamdi. Unda qilsak, ash shirkat o'zining pulda bo'ladigan ishanda qichi. Ammo lekin bu uni rad qilgan Salman Xon. Buning maqsadi hamma odamga bunda bekaliq, bunda fursat yaratib berish. Bu ro'yda o'rgatishinglar kerak. Ish qilib, bek yaxshi. Mana TED Talk'da so'zlagan vaqtga 2 milliondan ko'p Khan Academy ko'plagan ishchida g'alaba qilib 2 million dollar mukofotga erishgan dedi. Davos mushunchalik so'zlay. Buni tafsilotini shu o'zinglar mush turbatlarga chiqib, mushu Uyg'ur nurida chiqsanglar, mushuni o'qisanglar, andan ash Baydudimi izlasanglar chiqadi xudoy bo'lsa. Ma'qul Davos keyin ko'rishaylik. Xayr. Ma'qul Davos xayr.